Er-xotin o'rtasida agar farzand ajrashtirayotgan bo'lsa va farzand qaysidir trimestrda, qaysidir davrada tushib qolayotgan bo'lsa, homila rivojlanmayotgan bo'lsa yoki homilada qanaqadir patologiya, qanaqadir muammo aniqlangan bo'lsa, bu ikkilamchi bepushtlik deyiladi. Bunday holatda faqat ayol kishi aybdor emas, bunday holatda erkak kishi ham aybdor hisoblanadi. Erkak kishida qaysi sabablar hisobiga, kasalliklar hisobiga urug'ini sifati miqdori tushadi yoki pasayadi yoki buziladi. Birinchisi bu erkak kishini jinsiy aloqa, palaparti jinsiy aloqa orqali yuqadigan xlamidия, trichomonada degan kasalliklar, infeksiyalar hisobiga urug'ini sifati miqdori buziladi. Ikkinchisi bu o'zidagi testosteron gormonining yetishmovchiligi hisobiga urug'larning harakati, tezligi pasayadi va bu sifatsiz urug'lar yetib borishi ehtimoli oshadi. Undan keyingisi bu erkak kishini zararli odatlari. Hozir zararli odati yo'q bo'lgan erkaklarning o'zi juda ham kam, foizi kam. Loqal bo'lmasa energetik ichadi, kunora bo'lsa ham. O'sha spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlari, hozir Aycos modaga kirgan, Aycos chakishi zararsiz deb o'ylaydimi, tutun bor, chagi yoqilmaydi-ku deb o'ylaydi. Shunaqa narsalar baribir nosmi misol uchun urug'i sifatiga miqdoriy ta'sir qiladi. Urug'da shamollash chaqiradi bo'lmasa, urug'i sifati harakati pasayadi va bu sifatsiz urug'lar borib urug'lantirib qo'ygan uchun homila qaysidir etapida, qaysidir davrda tushib qoladi, nobud bo'ladi.